Assalomu alaykum, barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan roman kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Julia bilan Winstonning qatma-qat to'sqinliklarni yengib necha qitim ko'rishganligi va Sayimning yo'qolib ketganligini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. U ba'zi ishlarda Winstondan bek sezgir hushyor edi. Partiyaning tashviqotlariga undaq oson qaymoqib qolmaydi. Bir qatim Winston uningga Yevro Osiyo bilan bo'lgan urushning gapini qilganda, u hech ish bo'lmagandek, bundaq urushning mavjud emasligini aytganligi Winstonni qattiq hayron qoldirgan edi. Uning qarashicha, Londonga pat-pat tushib turgan raketa bombami partiyaning xalqni qo'rqib tursin uchun qilgan ishi bo'lishi mumkin ekan. Winston bularni haqiqatan o'ylab boqmagan edi. Julia uningga nafrat faoliyatida tuyuqsiz kulib tashlashdan o'zini qanchalik zo'r kuch bilan tutib turganligini aytganda, Winston uningga sal hasad qilib qoldi. Ammo Julia partiyaning ta'limotlaridan faqat o'zining xususiy ishlariga taqashgan vaqtda ondan sal gumon qiladi. Bo'lmasa bu haqda hech qanday gumonda bo'lmaydi. U partiyaning har xil afsoniyatlarga ishni yuratdi. Chunki haqiqat bilan soxtalik orasidagi farq uningga nisbatan muhim emas edi. Masalan, u maktabda o'rganganiga asosanla partiyaning aeroplan yasaganligiga ishonadi. Winston maktabda o'qiydigan 50-yillarda partiya faqat tik ucharni yasaganligini deydi. Keyin Juliyalar o'qiydigan chog'larda aeroplanni o'zlarining yasaganligini da'vo qildigan bo'lgan edi. Balkim yana bir avloddan keyin par mashinasini o'zining yasaganligini deydi. Winston uningga aeroplanning hatto o'zi tug'ilishdan va inqilobdan burunla yasilib bo'lganligini aytganda, bu paket buni hech qancha qiziqtira olmadi. Aeroplanni kimning yasaganligini bilishning nima ahamiyati bo'lsin? Juliyaning texi buningdan aran 4 yil burun Okeaniyaning Yevro Osiyo bilan emas, Sharqiy Osiyo bilan urushda ekanligini bilmasligi Winstonni texmi hayron qoldirdi. Julia bu urushlarni bir nomussizlik deb qaraydi. Vaholanki, u dushmanlarning o'zgarganligidan xabari yo'q edi. "Men texi biz azaldan Yevro Osiyo bilan urush ichida deb o'ylabdiman", dedi u parvosizla. Bu Winstonni xeyli cho'chitdi. Aeroplanning yasalishi Julia tug'ilishdan xeyli burungi ish edi. Ammo dushmanlarning o'zgarishi bo'lsa, texi Julia cho'pchon bo'lgan 4 yil burungi ish edi. Winston uning bilan bu ish to'g'riliq chorak soat atrofida talash tortish qildi. Oxirida u Juliyaga dushmanning aslida Sharqiy Osiyo ekanligini, noiti g'uvo bo'lsa-mu eslatadi. Shundaqdimi, u bularga yanada parvosiz edi. "Kimning kori?" deydi u savirsizlik bilan. "Ishqilib urush birining keynidan biri davomlashib turdi. Xabarning yolg'onligini hammaylar biladi." Ba'zida Winston uningga arxiv boshqarmasi va o'zining o'ydirmachilik xizmati haqida gap qilib beradi. Julia bunday ishlardimi bak qo'rqib ketmaydi. U yolg'onlarning haqiqatga aylanayotganligini o'ylagandimi, u putining ostidagi cho'nqur hangning tixmi kengayotganligini his qilolmaydi. Winston uningga Jones, Aronson, Rutherford va uning barmoqlari orasidagi qog'ozning tushib ketganligini deb bergandimi, Julia buningga hech qanday bir ifodada bo'lmadi. Hatto u Winstonning nima demoqchi bo'lganligini anqara olmadi. "Ular sizning do'stlaringizmidi?" "Yo'q, men ularni tonimayman. Ular ichki partiya a'zolari. Uning ustiga ular mendan yoshda cho'ng. Ular inqilobdan burungi o'tmishga tava odamlar. Men ularni faqat ko'ribla boqqan." "Undaqda nima deb g'am yeb ketasiz? Odamlar doim o'ldirilib turdi-ku. Undaq emasmi ya?" Winston tushuntirishga tirishib baqdi. "Bu bir alohida ahvol. Bu hargizmi biror odamning o'ldirilish masalasi emas. Siz o'tmishning hatto tunugundan boshlab yo'qotilganligini his qilmadingizmi? Agar o'tmishning ma'lum yerlarda yana izlari qoldi deyilsa, undaqda u so'z qila oladigan ba'zi buyumlarda qoladi. Masalan, mavu aynakdek. Biz hozir
İnqilob haqida degudek hech nima bilmaymiz. Munosabatlik har qanday xotira, yozmalar yo'qitildi, burmulandi. Barliq kitoblar qayta yezildi. Bütün rasmlar qayta sizildi. Jimi bina, ko'cha, yo'llarga yangidan nomlar qo'yildi. Har qanday ish vaqalarning cheslasimu o'zgartildi. Mana bu jarayonlar minutlab, kunlab davomlashib ketyotidi. Tarix to'xtab qoldi. Partiyaningki mangu to'g'ri hisoblanadigan oyig'i yo'q hozirqidan boshqa hech nima mavjud emas. Bilaman, o'tmish burmulandi. Hatto men bu ishni o'zim qildigan turuqliq yana uning burmlanganligini isbotlab berolmayman. Burmulashlar pütüp bo'lganda hech qanday paket qolmaydi. Birdan bir paket faqat mening kallamdala qoladi. Mendan boshqa hech kimning mendek o'ylaydiganligiga jazm qila olmayman. Mening bütün hayotimda men faqat birla qitim shu ish yuz berib necha yillardan keyin shuningga aloqador bir konkret moddiy paketdan birini qo'lga tushirgan edim. Nimaga foydasi buni? Foydasi yo'q. Chunki men uni qo'lga tushirib, yana bir necha minutdan keyin tashlab o'tgan edim. Agar yana shunday ish bo'lib qolsa, men endi chuqum saqlab qo'yman. Shundaqmi? Men unda qilmayman, dedi Julia. Men tavakkulchilikka tayyor, ammo arziydigan ish qilam. Hargizmi koni gazetlarning parchalariga emas. Siz uni saqlab qo'ygan taqdirdimi, uning bilan nima ish qila olasiz? Hech qancha ish. Balkim u faqat bir paket. Meni uni boshqalarga ko'rsatildi deb farz qilayli. Balkim u bu yerlarda gumon qo'zg'ay olishi mumkin. Biz hayot chig'imizda biror narsani o'zgartirmaymiz deb tasavvur qilmayman. Ammo bu yerlarda qarshilik paydo bo'lib, kichik guruhlar birlashib, zo'rayib, balki o'zining ba'zi iznonlarini qo'yib ketishi, keyingi avlodlar ularning izini besib mingishi deb tasavvur qilg'ili bo'ladi meningcha. Men keyingi avlodlar qiziqmayman suyimlikim. Men faqat ikkimizga qiziqaman. Partiyaning ta'limotlari keladigan oqibatlarga Julia ozroqmi qiziqmaydi. Winston uningga qo'sh tafakkur, insofning prinsiplari, o'tmishni o'zgartkili bo'ladiganligi, yangi tildagi so'zlar degandek temalarda gap qilganda u anglab zerikib ketadi va bundaq narsalarga ozroqmi diqqat qilmaydi ekanman deydi. U hammaylan bundaq gaplarning hammasining axlatligini biladi. Qanday qiladi? Buning g'amini yeb deb o'ylaydi. U odam qachon tantana qilishni, qachon qarshi turishni bilsila, shu yetarli deb qaraydi. Agar Winston bu xil gaplarni davomlashtiraversa, u asta-asta uyquga g'arq bo'ladi. Julia har qanday chog'da va har qanday o'rinda uxlay oladigan odamlardan edi. Winston uning bilan paranglashib, ortodoksallikning nimaligini bilmay turib, ortodoksal bo'lishning qanchalik osonligini tunib yetdi. Partiya o'z dunyo qarashini dal shuni tushunolmaydigan odamlarga o'ngishliq singdirgan edi. Ular reallikning shundoq up-uchuq burmilinishini qabul qiladi, chunki ular o'zidan talab qiladigan narsaning qanchalik iflosligini tushunmaydi. Nimalarning bo'layotganligini bilish uchun ommaviy ish hodisalarga tuzuk diqqatmi qilib ketmaydi. Ular shu tushunmasligi bilanla ondan sironga aylanib qolmay tura olgan edi. Ular hamma narsani yutib etdi. Yutib etgan bu narsalar ularga ziyon qilmaydi. Chunki qushning po'kindan bir don xuddi hazm bo'lmay shu peti chiqib ketgandek uning keyinda qolmaydi. Bu ish oxiri yuz berdi. U kutgan uchur oxiri keldi. U o'zini bütün hayotida dal mana mushu daqiqani kutayotgandek o'ylaydi. U ministerlik binosining ichidagi koridorda mengayotdi. Dal Julia uningga xatni bergan yerga yaqinlashganda, keyindan o'zining qomatlik bir odamning kelayotganligini sezdi. U odam bo'shqina birini yutaldi. Aniqki bu odam Winstonga gap qilmoqchi bo'layotdi. Winston birdilla to'xtab keyniga buraldi. U O'Brien edi. Ular oxiri darqamda bo'ldi. Qiziq yeri, Winstonning kallasiga darhol qechib ketish keldi. Uning yuragi qipidan chiqib ketadigandek sakrab ketdi. U gapni qila olmay qoldi. O'Brien bo'lsa qadamini to'xtatmay davomli mingiverdi va do'stonlik bilan Winstonning qo'lini tutdi.
Şunun bilan ular qatarlashib billa mangdi. O'Brien boshqa ichki partiya a'zolaridan alohida farqlanadigan bir xil adab, sipoyilik bilan so'zni boshladi. Men siz bilan paranglashadigan bir fursatni kutib yurgan edim. Алдыңғы күні мен сіздің Times gazetida e'lon qilgan yangi til haqidagi bir maqolangizni o'qidim. Qarasam, yangi tilga ilmiy nuqtadan xeyli qiziqadigandek qilasiz, dedi O'Brien. Winston sal o'ziga kelib, ilmiy deb ketgilib bo'lmaydi. Men faqatla bir ishdan sirtqi yozg'uchi. U men to'xtaladigan temami emasdi. Mening tilning qurilmasi to'g'riliq tuzuk amaliy ish qilib boqqanim yo'q. Ammo uni nihoyat inchiklik bilan yezibsiz, dedi u. Bu meningli qarshim emas. Men yaqinda sizning bir do'stingiz bilan paranglashdim. U dal shu sohaning mutaxassisi ekan. Hey, ismini esimga ololmayapman. Winstonning yuragi azobdan chimma qildi. U aniqki Soyimning gapini qilyotdi. Ammo Soyim o'lib qolgani bo'lmasdan uning barliq izlari yo'qotilgan. To'liq parga aylantirib etilgan edi. Uni bilingidek darajada imo qilish yoki tilga ilish o'limdan derak beradi. O'Brienning bu gapi uningga berilgan signal edi. Ideya jinoyatining kichkina alomati bilan o'rtoqlashish orqali bu ikkalan hozir til biriktirgichlarga aylandi. Ular koridorda asta qadamlar bilan mengayotdi. Biroq O'Brien to'xtadi. U ko'zoynagini o'ngshab qo'ydi. Nemishqikin u bu harakatni to'limi sipoya yaqinli qiladi. Hatto mushu harakati bilan odam uni o'z bilib ehtiyot qilib yurmaydi. O'Brien so'zini davomlashtirdi. Mening asli demoqchi bo'lganim shuki, siz maqolangizda unutilib ketay degan ikki so'zni ishlatib ekansiz. U mushu yaqinda chiqqan maqolangiz ekan. Yangi til lug'atining 10-nashrini ko'rdingizmi? Yo'q. Bizning boshqarimda texnicha 9-nashrni ishlayapmiz. 10-nashri texi necha oydan keyin aran chiqamikin? Bir qancha sinoq nusxasi 2 qism tarqitildi. Menda bir bor. Agar qiziqsangiz ko'rib boqarsiz. Albatta, shundoq bo'lsa texim yaxshi bo'ladi, dedi Winston gapning nega ketayotganligini pamlab. Lug'atdagi ba'zi o'zgarishlar xeyli cho'ng. O'zgachilik bor fe'llarning oziyish masalasiga qiziqsiz qo'y deyman. Sizga uni biraylardan avassam bo'larmi? Hey, men bundoq ishlarni to'la unutib qolaman. Ya sizga qulay biror vaqtda mening turalg'imga berib aytamsizkin. To'xtab turing. Men sizga adresini beray. Ular ekranning oldida turadi. O'Brien to'limi bemalol yanchuqini aqtirib, seriq ranglik bir siyoh qalam va xurum qopli kichik bir xotirani oldi. U dal ekranning ostida bo'lib, ekran tarafda turgan har qanday odam uning nima yozayotganligini aniq ko'ra oladi. U xotiriga bir adresni yozib, uni yirtib Winstonga berdi. Men odatda kech taraflarda uyda bo'laman. Navoda bo'lmay qolsam, mening xizmatchim sizga lug'atni berib qo'ydi, dedi O'Brien. U ketib qoldi. Winston qog'ozni siqimdig'inicha qoldi. Bu qitim yushurishning hech qanday hojati qolmagan edi. U qog'ozdikini obdan yodlab oldi. Bir necha soatdan keyin u buni boshqa qog'oz parchalari bilan billa xotira to'shkiga tashlab etdi. Ular bir-biri bilan aran 1-2 minutlar paranglashdi. Aniqki, bu Winstonga adresni bildirib qo'yish uchun u oldin planlagan ish edi. Shunday qilish zarur edi. Chunki bevosita so'ramog'icha boshqalarning adresini nada turdiganligini belgili bo'lmaydi. Bu yerda adres, xotirasi deydigan narsalar yo'q edi. Men bilan ko'rishmoqchi bo'lsangiz, meni bu yerdan topa olasiz. O'Brien uningga mushundoq degan edi. Ehtimol, lug'atning ma'lum bir yerda yushirib qo'yilgan biror uchur bo'lishi mumkin edi. Biroq qandoqli bo'lmasin, bir ishi aniq edi. Ya'ni Winston azaldan o'ylab kelgan shu ishlar haqiqiy edi. U mana amdi u ishlarning yip uchini topdi. U hamon bir kuni O'Brienning o'zini chaqirdiganligini biladi. Aniq jazm qila olmasimi, u balkim ata yoki uzoq vaqtlardan keyin mushundoq bir ishning yuz berdiganligiga ishonadi.
Hozir bo'layotgan ishlar faqat burunla ko'milib bo'lgan urug'larning bixlari edi. Uning tunji qadami isyonkor o'ylar bo'lsa, ikkinchi qadami xotira yezish bo'lgan edi. U ideyadan so'zga o'tgan edi. Mana endi so'zdan harakatga o'tyotdi. Eng oxirgi qadam bo'lsa, jazman shafqat ministrligida yuz beradigan ba'zi ishlar edi. Winston beshiga keladigan u muqarrarlarni qabul qilib bo'lgan edi. Ishning oqibati allaburun boshlanishning ichiga ko'milib bo'lgan edi. Biroq bu oqibat vahimalik, qo'rqinchli edi. Xuddi yerim o'lgandek. U ajilining ta'mini balduroq tetig'ashtiradi. U Ibrohim bilan so'zlashayotgan va deyilgan gaplarning ma'nisiga yetgan shu daqiqada muzdek bir vahima uning butun vujudini chulg'ib olgan edi. Uningda o'z qabrisiga yiqillayotgandek bir tuyg'u bor edi. Garchi u qabrisining yiqilla yerda ekanligini aniq his qilib, bilib bo'lgan bo'lsa-mu, bu vahimalik tuyg'u yanada uni qiynaydi. Winston uyg'ondi. Uning ko'zlari butunlay yosh edi. "Nim bo'ldi?" deb so'radi Julia. "Bir tush ko'ribdiman." Gapini boshlabla yana to'xtab qoldi Winston. Buni ifodalash bek qiyin edi. Bu tush uning uyg'onibla qalbisiga kirib olgan bir aslima bilan bog'lanishliq edi. U ko'zlarini yumib yana yotdi. U texcha ashu tushning ilkida edi. U bekla keng, aniq tush bo'lib, uning butkul hayoti xuddi yomg'irdan keyingi yoz kechasining manzarasidek uning ko'z oldida yotadi. Bularning hammasi uning ayniq qog'oz bosqichi ichida ko'rindi. Uning sirtqi yuzi gumbazsimon osmonning o'zi edi. Uning ichi ajoyib yo'riq bo'lib, intayin yiroqdagi narsalarni aniq ko'rgili bo'ladi. Bu tush Winstonning onasining bilagini ekkan bir harakati ichida yuz bergan edi. Dal 30 yildan keyin Winston hiliqi kinoda ko'rgan Yahudi ayolning bolasini tik ucharning bombardimidan qo'g'dash uchun bilaklari bilan bag'riga besib olgan ashu harakatiga o'xshash edi. "Bilamsiz", dedi u. "Men ta hozirgacha onamni men o'ltirayotgan deb o'ylaydim." "Nimishqa?" deb so'radi Julia uyquchan. "Men uni o'ltirmadim, jismoniy jihatdan." Winston tushida onasining uningga eng oxirgi beqishni esiga oladi. Uyg'ongandan keyingi bir necha sekund ichida nurg'un ushshoq voqealar asta-asta yig'ilib, uning esiga qaytib keldi. Bular dal Winston necha yillardan buyon o'zi maqsadlik holda engidan chiqarib etgan aslimalar edi. U aniq vaqtni esiga ololmadi. Ammo bu voqea yuz berganda u ya 10 ya 12 yosh edi. Uning dadisi bu ishdan burunroq yo'qolib ketgan edi. Qanchalik burun ishkanligini Winston aniq eslayolmaydi. Ammo u yillarning nihoyatda ansizchilik ichida o'tganligi uning aniq esida. Pat-pat bo'lib turadigan havo hujumi, tramvay bekatlarida mudofialanish, bu yerdagi döva tosh parchalari, ko'chalarning hamma yeriga chaplangan tushangili bo'lmaydigan shuar xitobnomalar, o'xshash maykalarni kiyib olgan to'p yoshlar, bo'lqixonlarning oldidagi uzun uchrat, biroq bir yerlardan anglanadigan miltiq ovozi, jigudek bir narsaning yo'qligi degandeklar uning esida mahkam o'rnab ketgan edi. U boshqa bolalar bilan axlatxonlardan kapusta quloqlarini, baranga sho'piklarini, kulga puchlanib ketgan bolka, uvoq parchalarini izlab yuradiganligini esladi. Shundoqla yana kalining yam xashiga besilgan mashinalarning yo'ldan o'tishini saqlab turadiganligini esladi. Bu mashinalar ba'zi o'ng'il-do'ng'il yerlardan o'tganda bir nechta tal mayliqdan tushib qoladi. Uning dadisi yo'qolib ketganda onasi unchalik azoblanib ketmadi, ammo bakla o'zgarib ketdi. Go'yo uning jini chiqib ketgandek bo'lib qoldi. Winston onasining chuqum yuz beridi deb biladigan ma'lum bir ishni kutayotganligini biladi. U qilishga tegishli hamma ishni qiladi. Tomoq etadi, qacha yuyatdi, uni buni yamaydi.
joy salatdi, uy süpüretdi, uçaq beshini sürtetdi. U bu ishlarni shunchalik asta qilatdiki, xuddi rassamning haykali avtomatik midirlayotgandek bilinatdi. Uning qovul, jonliq, harakatchan jismi tabiiyla ostilab jimib ketdi. Ba'zida karvatda bir o'tirgancha bir necha soat jimmida o'tirib, Winstonning singlisiga qaraydi. Uning singlisi shundoq vijik, unchiqmas edi. O'ruqliqidan yuzi maymunning balasiga o'xshab qolgan edi. Ba'zida Winstonni bag'riga besib, uzungacha hech demay o'tirib ketadi. Winston garchi kichik, shaxsiyatchi bo'lsa-mu, onasidagi bu o'zgarishlarning hargiz tilga ilinmaydigan, biroq yuz bermoqchi bo'lgan ma'lum bir ish bilan munosabatli ekanligini biladi. U o'zlari turgan uyni esladi. U bir qorong'u, havo o'tishmaydigan uy bo'lib, oq adyal silingan karvat uyning yerimini olgan edi. Uyda bir dona gaz o'choq va tomoq qo'yadigan bir ishkop bor edi. Uyning sirtidagi lampida boshqa oilaliklar bilan o'rtaq ishlatadigan bir sopol kirdisi bor edi. U onasining o'choq beshida bir narsa pishiraman deb egilib turgan qiyofitini, hatto o'zining asosan och qoladiganligini, tomoq ustidagi qattiq jidal majralarni esladi. U otasiga nimishqa yetgudek tomoq yo'q deb yenishlab vaqirab, jaqirab uyni bishiga yetdi. U o'zining ovozining qandoq chiqadiganligini eslayolmaydi. Ovozi avval uzilib chiqadi. Ba'zida odam hayron qolgudek darajada ullik chiqib ketadi. Ba'zida u o'ziga taqsim qilingan jiqroq tomoqqa erishish uchun yolg'ondan nihoyat qiynalib ketgan qiyofatga kirib olib yig'lamsiraydi. Onasi bundoq chog'larda tortishib o'tirmayla uningga jiqroq taqsim qilib beradi. U o'g'il bola bo'lgandan keyin jiqroq yeyish kerak deb o'ylaydi. Ammo onasi qancha ko'p bergan sari Winston yana shuncha talab qiladi. Har vaqtlik tomoqda onasi uningga singlisining kasalligini, jiqroq tomoq yemasa bo'lmaydiganligini, undoq bak shaxsiyatchi bo'lib ketmaslik haqida nasihat qiladi. Biroq buning hech nimaga foydasi bo'lmaydi. Onasi uningga usub berishini to'xtatganda, u ochiqdan vaqirab ketadi va onasining qo'lidagi cho'mishga eslatdi. Ba'zida singlisining qochisidan ozroq elib oladi. U bundoq qilsa onasi va singlisini och qo'yadiganligini biladi, ammo o'zini tutolmaydi. Hatto u men shundoq qilishga tegishli deb o'ylab qoladi. Qursqidagi bu ochlik uning bu qilmishining to'g'riligini uningga oqlab berdigandek qiladi. Agar onasi to'sib turmasa, u ishkopdagi saqlab qo'yilgan tomoqlarga chang silishdan yanmaydi. Bir kuni shokolad tarqitildi. Shokolad tarqitilib baxmag'ili bir necha oy bo'lib ketgan edi. U bekla kichik shokolad bo'lib, ularga 2 unitsiyalik eg'irlik birligi. Shu chog'lardami ular unitsiya ishlatadi. Bir parchasi tekka ishdi. Tabiiyki, ular tang 3ga bo'lib yeyishi kerak. Ushtumtut Winston xuddi birov ügütib qo'ygandek hammasini meyayman deb vaqirashga boshladi. Onasi uningga undoq ochko'z bo'lmaslikqa nasihat qildi, lekin asqatmadi. Ular uzoqcha talashdi, vaqirashdi, yig'lashdi. Onasi buni va'da qilib boqdi. Uning mushtumdek singlisi onasiga maymun bolasidek ching esilg'inicha yo'g'on ko'zlarini mo'ldiriltib uningga qarab turadi. Oxiri onasi shokoladni 4 parcha qilib, 3 parchasini Winstonga, qolgan bir parchasini singlisiga berdi. Kichkina qizcha qo'ldagi shokoladni bu nimadu degandek havonqib qarab turadi. Winston singlisiga bir pas qarab turgandan keyin birdilla singlisining qo'ldagi shokoladni yulib olib, o'zini eshikka otdi. "Winston! Winston!" deb vaqirdi onasi Winstonning orqasidan. "Shokoladni singlingga ber!" Winston to'xtadi, ammo qaytib kelmadi. Onasining ansirgan chiroyi uning ko'z oldida qetib qolgan edi. Winston shu daqiqaning o'zidami endi yuz bermoqchi bo'lgan, ammo o'zimi bilmaydigan hiliqi ish to'g'riliq o'ylayotdi. Uning singlisi shokoladning quruq qolganligini bilib, bechoradek bilan yig'ladi. Onasi uni bag'riga ilib, uning beshini ko'ksiga yoqdi. Uning harakati Winstonga singlisining o'lib ketadiganligini uqtirib atdi.
U shokoladni ching siqimdig'inicha burilibla peshtoqdan tushib ketdi. Shundan keyin u onasini ko'rib boqmadi. U shokoladni yeb bo'lgandan keyin bir xil numus, o'kinish tuyg'usida ko'chada bir necha soat aylanib yurdi. Oxiri ochliq uni yana uyga qaytarib keldi. Lekin onasi g'oyib bo'lgan edi. U chog'larda bu nihoyatda normal bir ish bo'lib qolgan edi. Uyda onasi va singlisidan boshqa hamma narsa shu edi. Ular hech nimani, hatto onasining paltosini olmagan edi. Hozirgacha u onasining o'lik yoki tirikligini bilmaydi. Balkim onasi ma'lum emgak lageriga avatilgandir. Singlisi balkim Winstonga o'xshash ma'lum bir yetimxonaga opirib etilgandir. Bu ichki urushdan keyin qurilgan yerlar bo'lib, ular bu yerni qayta o'zgartish markazi deb ataydi. Yoki onasi bilan birga emgak lageriga ilib ketgan va yoki boshqa joylarda o'lib qolgandir. Bu tushush uning engida shunchalik aniq suzuk edi. Bo'libmi onasining singlisini biligi bilan o'rgan harakati. Bu tushning hamma ma'nosini o'z ichiga oladi. Uning kallasi yana 2 oy burunqi yana bir tushiga ketdi. Bu tushida onasi go'yoki uydagi karvatda Winstonning singlisini quchoqlab o'tirgandekla cho'kib ketayotgan bir kema ustida o'tirgan edi. U Winstondan pastda bakla cho'nqur bir yerda edi. U borgan sari cho'kiyotdi. Winstonga borgan sari cho'nqurlashayotgan, qiniqlashayotgan suning tegidan qarab turadi. U Juliyaga onasining yo'qolib ketganligini aytib berdi. Juliya ko'zini ochmay turib, texmo rohatrak shaklda yetib oldi va "U chog'larda siz rasmiy bir vahshiy hayvonkansiz. U chog'lardagu hamma bolalar shu", dedi u eranshimay. "Shundoq. Ammo buning muhim bir yeri." Juliyaning tiniqidan uning qaytadan uyquga ketganligi bilinib turadi. Winstonning yana onasi to'g'riliq so'zlab bergusi bor edi. Winston onasi haqidagi aslimalardan uni bir qaltis ayol deb qaramaydi. Aqlliq debmi o'ylamaydi. Ammo u oliyjanob pok ayol edi. Chunki u o'zining prinsiplariga amal qilib yashaydi. Uning his tuyg'ulari o'ziga xos edi. Uni sirtqi omillar o'zgartira olmaydi. Uning his tuyg'usiga ta'sir qila olmaydigan narsalarni u ma'nisiz deb o'ylamaydi. U birovni yaxshi ko'radi. Uningga hech nima berolmasmi, muhabbatini beradi. Oxirgi shokolad yo'q bo'lganda u qizini quchoqlab qolgan edi. Ammo bu quchoqlash hech nimani o'zgartirmaydi. Yanami ko'proq shokolad paydo qila olmaydi. Qizining yoki o'zining o'limini to'solmaydi. Biroq u shunday qilishim kerak deb o'ylaydi. Kemidagi Yahudi ayolmu garchi o'q bombalarga qog'ozchilik dalda bo'lolmasimi, bolasini bilaklari bilan shunday quchoqlab to'sib olgan edi. Partiya qilgan eng yomon ish shuki, u sizning moddiy dunyoga bo'lgan kontrollik kuchingizni yo'q qilgandan keyin sizni nuqul, hayajon, his tuyg'ularning hech nimaga foydasi yo'qligiga qoyil qilgan edi. Siz partiyaning changiliga tushdingizmi bo'ldi. Sizning biror narsani his qilmasligingiz bilan ushbu ishni qilmasligingizning orasida hech qanday farq qolmaydi. Nimalar ish yuz bersin, siz yo'qolib ketadingiz. Siz yoki sizning ish izlaringizni belgili bo'lmaydi. Siz tarix daftaridan pak-pokiz o'chirilasiz. Buningdan 2 avlod ilgari kishilar uchun bu undaq muhim emas edi. Chunki ular tarixni o'zgartirishni o'ylab yurmaydi. Ular faqat bir-biriga bo'lgan ishonch, sadoqat bilan yashaydi. Muhim bo'lgani kishilar orasidagi munosabat edi. Bir ishora, bir quchoqlash, bir yig'a, sakratdagi odamga tasalli berishning hammasining qimmati bor edi. U ushtumtut yana proletarlarni o'ylab qoldi. Ular hozirmi mushundaq holatni saqlab qolgan edi. Ular yo partiyaga, yo davlatga, yo biror ideyaga sodiq emas edi. Faqat bir-biriga sodiq edi. Uningda ömrida tunji qitim proletarlarga nisbatan bir xil hurmat tuyg'usi paydo bo'ldi va ularni faqat kunlarning birida uyg'onib, dunyoni o'zgartiradigan kuchdan iborat xolos debmi o'ylamadi.
Purultarlar adimilikni saqlab yaşayotqanlar idi. Ularning vujudi undaq qetib ketmagan idi. Ularda insonlarda bo'lgan eng ibtidoiy tuyg'u texi mavjud edi. Mana hozir Winston atayin tirishchanlik ko'rsatmasa, undaq tuyg'ularga erisholmaydi. Shu topda u qilcha munosabatsiz bo'lsa-mu, o'zining bir necha hafta ilgari bo'lib uzilib ketgan bir qo'lini, xuddi bir kapustini tepgandek tepib avratga cho'rvatganligini esiga oldi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat. YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutib qolmang.